qo'shimcha ikkita oyoqlar, tashqi jinsiy a'zolarini ikkitaligi. Bugun mana bolam hamma joyi yaxshi, sog'lom boladan bunday bo'lib turibdi, mana Xudoga shukr. Bu bolachada korpus yo'q. Bu bolachada faqat oyoq qismi ma'lum, qovuq. Joriy yilning 28-aprel kuni Surxondaryo viloyatida 4 ta oyog'i va 2 ta jinsiy a'zosi bo'lgan o'g'il chaqaloq dunyoga kelgan va shifokorlar tavsiyasi bilan ushbu chaqaloq Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga tez tibbiy yordam mashinasida yuborilgan. Bugungi kunda ushbu chaqaloqning ahvoli qanday? Darakchi.uz mavzuni to'liq o'rganish maqsadida tibbiyot markaziga keldi. Surxondaryolik 30 yoshli ayol farzandi tug'ilmaguncha bolada bunday jiddiy o'zgarishlar borligini bilmagan. Bu 3-farzandim. Kattasi 6 da, kichkinasi 4 ga. 2 ta bolam bor. Bir o'g'il, bir qizim bor. Tekshiruvlarga tushganman, apparatga, skrininglarga yaxshi chiqqandi. Bu holatni tug'ilgandan keyin bilib qoldik. Ungacha bilmaganmiz. Chaqaloq Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga keltirilgandan so'ng shifokorlar tomonidan bolani asrab qolish choralari ko'rildi. Joriy yilni 29-aprel kuni bizda markazimizga Surxondaryo viloyatidan ko'p sonli tug'ma anomaliyalari bilan chaqaloqcha keltirildi. Anamnezdan chaqaloqchamiz 28-aprel kuni, ya'ni bizga kelishidan bir sutka oldin Surxondaryo viloyati Shirobod tumani tug'ruq kompleksida dunyoga kelgan va yerdagi mahalliy vrachlar tomonidan bemorda o'sha qo'shimcha oyoqlarning mavjudligi, ko'rinadigan nuqsonlar mavjudligi sababli Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yuborish tavsiya qilindi. Tez yordam mashinasida tibbiy xodimlar hamrohligida bizning markazga yo'naltirilgan. Biz bolachani kelganda umumiy ko'rikdan o'tkazgan vaqtimizda bolachada pastki qismida o'sha qovoq sohasida qo'shilgan qo'shimcha ikkita oyoqlar, tashqi jinsiy a'zolarini ikkitaligi, yorg'oqlarning ikkitaligi bu ko'rinadigan holatlarda ko'rinib turgan edi. Qo'shimcha tekshirishlar o'tkazish natijasida bolachada anal teshigining yo'qligi aniqlandi va biz dastlabki endi 24 soatdan ko'proq vaqt muddat bo'lganligi uchun tug'ilganligiga biz bolachani dastlab o'sha shoshilinch holatda sun'iy orqa chiqaruv teshigi yaratish operatsiyasi o'tkazishga qaror qildik va 29-aprel kuni bolachamizga chap tomonlama kolostoma qo'yish operatsiyasi o'tkazilib sun'iy orqa chiqaruv teshigi yaratildi va bolachamiz markazimiz chaqaloqlar reanimatsiyasi bo'limida intensiv xonada davolashni davom ettirdi va qo'shimcha chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazildi va qo'shimcha bemorda bor patologik holatlar hammasi aniqlandi. Bemorda qo'shimcha yurak tug'ma nuqsoni, qovuqlar, ya'ni siydik pufagini ikkitaligi, tashqi chiqaruv siydik chiqarish kanalining va tashqi jinsiy a'zolarning ikkitaligi kabi qo'shimcha holatlar aniqlandi va bemorimiz rejali ravishda operatsiyaga tayyorlanib 13-may kuni bemorimizda o'sha rudimentar tarzda rivojlangan qo'shimcha oyoqlarni ajratib kesib olib tashlash amaliyoti o'tkazildi. Murakkab jarrohlik amaliyotdan so'ng bolachamiz yana intensiv palatada kuzatildi. Mana hozir bolachamizni yoshi 34 kunlik bo'ldi. Ahvoli qoniqarli. Hozirgi qo'shimcha bo'lgan patologik holatlar bular o'sha yurak tug'ma nuqsoni, qovuqlarning ikkilanishi, tashqi jinsiy a'zolarni ikkitaligi bu bolachamizni hozirgi hayotiga xavf soladigan holatlar emas. Jarrohlik operatsiyasi bemorimizda mana shu qo'shimcha rudimentar tarzda rivojlangan oyoqlarni ajratib olib tashlash operatsiyasi 4,5 soatdan ziyodroq davom etdi. Bu turdagi operatsiyalar bizning markazimizda oldin amalga oshirilmagan. Adabiyotlarda biz murojaat qilganimizda bunaqa turdagi operatsiyalarni aynan o'tkazilganligi, xuddi shu turdagi chaqaloqlarning tug'ilganligi haqida ma'lumotlar kamroq topdik. Faqat shu 2019-yilda Afrika davlatlarida xuddi shunaqa 4 oyoqli bolacha tug'ilganligi adabiyotlarda ma'lum, lekin u bolachada jarrohlik amaliyotlari o'tkazishga borishmagan. Sababi bolachada qo'shimcha yana og'ir patologiyalar, yurak tug'ma nuqsonining og'ir turlari borligi sababli u bolacha nobud bo'lib, rejali jarrohlik operatsiyasi o'tkazilmasdan qolgan. Undan boshqa biz aynan mana shu turdagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan holatlarni topmadik. Shu sababli bu bolachamizda
jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishda juda ham ko'p adabiyotlarga murojaat qildik, juda ham ko'p o'zimizni respublikamizdagi, chet davlatdagi biz bilan hamkorlik qiladigan olimlarga murojaat qildik, ularning fikrlarini eshitdik va ularning fikrlari asosida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan so'ng bemor bolachamizga o'sha oyoqlarni olib tashlash, rudimentar oyoqlarni olib tashlash jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Siyam egizak bo'lsa, boshlari ikkita, qo'llari ikkita bo'ladi, ular qo'shilgan bo'ladi. Tana a'zolari qo'shilgan bo'ladi, lekin albatta siyam egizaklarda bosh bo'lishi kerak. Bu bolachada korpus yo'q. Bu bolachada faqat oyoq qism ma'lum, qovuq. Demak, bu ikkinchi chaqaloqni kichik chanoq a'zolarining pastki qismlarini rivojlanganligi, yuqori qismlarini o'sha endi bizda embriogenez deydi. Mana homiladorligini 3 oylik vaqtigacha bo'lgan holatda organlar rivojlanadi. Mana shu holatlarda teratogen omillar, masalan, onasini kasalliklari yoki bo'lmasa tashqi muhitdagi teratogen omillarining ta'sirida o'sha rivojlanmay qolgan holatlarda mana shunaqa rudimentar a'zolar hosil bo'lib qoladi. Bizda holatimizda ham bemorimizning onasida 3 oyligigacha o'tkir respirator virusli infeksiya kasalliklari bo'lgan, homiladorligi anemiya fonida kechgan, bir necha marta ambulator tarzda va statsionar onamiz davo muolajalarini olgan. Shu sababli o'sha vaqtlarda bu bolachalar qo'shimcha egizak tarzda rivojlanishi mumkin bo'lgan homilaning o'sha ikkinchi homila egizak qismi qo'shimcha rivojlanmasdan qolgan degan xulosaga kelish mumkin. Bugun bolakay shifokorlar tomonidan jiddiy nazorat ostida ko'rsatilayotgan tibbiy yordamlar natijasida unda bugun hayotga xavf soluvchi darajadagi muammolar yo'q. Hozir 1 kilodan ziyodroq vazn qo'shdi bolachamiz. Ona suti bilan ovqatlanishga o'tkazyapmiz. Dastlabki davrlarda qo'shimcha ovqatlanishda edi. Hozirgi vaqtda bemorimiz bolachamizni onasiga berdik. Ona suti bilan oziqlantirishni boshladik. Har kun tana vaznini nazoratda ushlab turibmiz. Bolachamizda hozir yoshiga nisbatan rivojlanishi, yoshiga nisbatan mos o'ziga tana vaznlari qo'shilyapti, gemodinamik holatlarda patologik o'zgarishlar yo'q. Ovqatlanishi, axlat qilishi, siydik ajratishi barchasi normada. Qo'l oyoqlarida harakatlanish bor, oyoqlari to'liq fiziologik holatga keltirilgan. Dastlabki o'sha operatsiyadan oldingi holatda bemorda asosiy bolachamizning qov suyaklariga qo'shimcha rudiment oyoqchalar o'sha suyaklar orqali yopishganda qov suyaklarini ikkita yuqori holatga ajratgan edi. Shuning uchun oyoqlari tashqi holatda edi. Hozir biz oyoqlarni olib tashlaganimizdan keyin, qo'shimcha rudimentar oyoqlarni olib tashlaganimizdan keyin hozir qov suyaklarini yaqinlashtirdik va bolaning oyoqlari fiziologik holatga keldi. Harakatlari yaxshi, bug'imda, umumiy harakatlanishda, bolachani o'sish rivojlanishida hozircha muammolarimiz bor. Bugun mana bolam hamma joyi yaxshi, sog'lom boladanday bo'lib turibdi mana, Xudoga shukr. Oyoqchalari yaxshi, harakatlari yaxshi, ko'rib ancha xursand bo'ldik. Mana tibbiyotimiz rivojlanib ketgan ekan, shunchalik darajada bolamizni asrab qoldi. Buning o'zi bir katta yutuq biz uchun. Endi bolamning kelajagi qanday bo'ladi, nima bo'ladi deb qayg'urardim. Mana endi yaxshi bo'lganini ko'rib, mana ancha nima bo'ldik, xursand bo'lib o'tiribmiz.